Yaponiya bilan Vyetnam Xitoyga qarshi hamkorlikni kuchaytirdi. Yaponiya bilan Vyetnam xalqaro xavfsizlik masalalarida o'zaro hamkorlikni kuchaytirish to'g'risida kelishim hosil qilgan. Yaponiya bilan Vyetnam Xitoyga qarshi hamkorlikni kuchaytirdi. Yaponiya va Vyetnam xalqaro xavfsizlik masalalarida o'zaro hamkorlikni kuchaytirish to'g'risida kelishim hosil qilganligini bildirayotgan bo'lib, bu kelishim qarorining Tinch okeanda yuz berayotgan masalalarga qarshi nihoyat muhim bo'lgan bir kelishim qarori ekanligi o'tirib chiqmoqda. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe va Vyetnam bosh ministri Nguyen Xuan Phuc Tokioda o'zaro uchrashuv olib borib, Vyetnam dengizidagi bexatarlikni kuchaytirish, texnologiya, transport, mudofaa asoslaridan o'rtaq foydalanish qatorliq masalalarda hamkorlik kelishimi hosil qilgan. Janubiy Xitoy dengiziga munosabatlik bu kelishim qarorining Xitoy egalik huquqi da'vo qilayotgan rayonlardagi vaziyatni o'zgartirish maqsadi borligi kutilmoqda. Vyetnam bosh ministri Xitoyning bu rayonlardagi huquq ta'sir kuchini cheklashi kerakligi to'g'risida bayonot e'lon qilgan. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Yaponiya huquq doirasini ko'zatadigan erkin bir xalqaro organning ta'sis qilinishini umid qilganligini, bu kelishim doirasida Vyetnamga $350 million yordam berganligi va Vyetnamning eng chong qo'llovchisi bo'lganligini bildirgan. Xitoy Janubiy Xitoy dengizida taxminan 3 million kvadrat kilometr doiraning 80%ni ko'proq qismiga egalik huquqi da'vo qilayotgan bo'lib, Xitoy buning uchun 1940-yildagi xaritani isbot qilib ko'tarib chiqmoqda. Xitoy doiralari Xitoy Janubiy dengizida ta'sis qilgan sun'iy orollarda havo armiya bazasi bilan birlikda yana boshqa bazalarni qurib, rayondagi ustunlikni kafolatga ega qilishga urinmoqda. Yaponiya Xitoyning siyosatlariga qarshi chiqib, bu rayonlarda xalqaro tinchlik kelishimiga hurmat qilinishi kerakligini talab qilib kelmoqda.